ishlar organlarida inson qadri, sadoqat va fidokorlikka bo'lgan yuksak ehtiromlar davom etmoqda. Ayni paytda biz Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Saftor Yodgor Rahmonqulov xonadonidamiz. Bu yerda xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Saftor Yodgor Rahmonqulov ichki ishlar organlari safiga xizmatga kirganiga 2 yil bo'ldi. Bugun uning xonadonida yuqorida aytganimizdek ezgu ishlar amalga oshirilib boshlandi. Hozir batafsil uning o'zidan so'raymiz. Yodgor, qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bu xonadonimiz qariyb 50 yil chamasi qurilgan. Endi eski uy edi, kottejda oldin qurilgan. Ta'mirtalab ahvolda edi. O'shani mana rahbariyatimiz tomonidan kelib o'rganishlar natijasida bugun mana shunday jadal ishlar olib borildi. Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi barcha shaxsiy tarkibi, rahbarlarimiz ham shu yerda bo'ldi. Shunday ishlar bo'lib ketdi. Mana o'zimizdan xursandmiz. Demak, xodimlarning ijtimoiy himoyasini, umuman ularning oilaviy ahvolini rahbarlar muntazam o'rganib boradi va o'rganishlar natijasida demak bu sizning xonadoningizdagi muammolar ko'zga tashlangan va demak rahbariyatga taklif bilan chiqib bu xonadonni to'liq ta'mirlash, tomini ochib yopish masalasi ilgari surilgan, to'g'rimi? Ilgari eshitishim bo'yicha yuqorida aytdingiz, mana bu tomdan chakka o'tgan. O'sha 50 yil avvalgi o'sha tom shifrlar eskirib, yorilib, cho'kkan, shunaqa bo'lganmidi? Xuddi shunday shifrlarimizdan chakka o'tardi. Eskirib ketganida. Mana endi hozir ochib yangilash arafasi, yangilash jarayoni bo'lyapti. Shaxsan mana hurmatli generalimiz ham bugun hozir tashrif buyurdi. O'zi ko'rib va yana o'zini maslahatlarini, takliflarini berib ketdi. Bu ishlar qachon boshlandi? Bugun boshlandi. Hammani hashar qilib, bugun shuncha ishlarni olib bordik. Bor bo'ling. Assalomu alaykum. Baxtiyorga yaxshimisiz? Rahmat. Sog'liq yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xayrli ishlar boshlanibdi. Shunday. Bu xonadonda qanday ishlar amalga oshiriladi va bu qanday ko'rinishga keladi? Nimalar rejalashtirilyapti? Endi mana kelganingizda uyga o'zingiz guvoh bo'ldingiz, qanaqa ahvoldaligini. Bu yerda hozir juda ham katta ish boshlandi. Endi vazirimiz alohida topshiriqlariga asosan aynan yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tashabbusi bilan, qolaversa ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan shu hamkasbimiz uyida qaytadan qurish ishlari amalga oshiriladi. Endi birinchi navbatda eng asosiysi tom qismi butunlay yopiladi. Har bitta qurilish mollari alohida ajratiladi va yangilanadi. Chunki yaroq holga kelib qolgan, chakka o'tayotgan joylar ham bo'lgan. Undan keyin yana bir katta ishimiz, tashqi devor qismlari nurab ketgandi. Endi ular ham shlaka blokka almashtiriladi. Bu o'z navbatida mana shu uyda tashqi devorni aniq chegarasini belgilashga ham xizmat qiladi va chiroyli ham ko'rinadi. Bundan tashqari mana o'zingiz ko'ryapsiz, mana tomorqasiga ham e'tibor qaratiladi. Qolaversa mana pastki asfalt qismida bu ko'chirib tashlab betonlash ishlari amalga oshiriladi. Bu hovli tekis bo'lishiga. Bundan tashqari o'zining farzandlari ham o'ynab yugurib yurishiga yaxshi-da ham. Bundan tashqari mana shu elektr uzatma qismlari ham ancha yaroq holga kelgan ekan. Elektr toklari almashtiriladi. Ichimlik suvi ancha noqulay joyda joylashgan ekan. U ham aynan uyga qulayroq bo'lgan joyga qismga o'tkaziladi, bu ham ko'chiriladi bu ham. Mana bundan tashqari kerak bo'lmagan qurilishlar ham bor. Bu aynan uyning ichki tashqi ko'rinishiga ham ancha xunuk edi. Bu ana shu qaytadan ko'chirib tashladik bugun. Butunlay mana shu maxsus texnikalar ishladi. Ko'chirib, mana o'rniga mana ochiq maydon bo'ldi. Ochiq maydonda mana bugungi kunda prezidentimiz o'zlari ham aytibdi, tashqi tomorqa bo'lsin, mana yashil maydon bo'lsin degan joylarga mana shu yashil maydonlar tashkil etiladi dedik. O'zi bu ishlar bugundan boshlandi. Bugundan boshlandi. Mana bugun ko'pchilik xodimlar tashabbusi. Deyarli yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasining butun shaxslar keldi desa ham bo'ladi. Endi kerakli bo'limlarda mas'ul shaxslardan qoldirib, qolgan hamma shaxslarga o'zlari tashabbusi bilan kelishdi. To'g'risi mana Yodgorda o'zi ham bo'yi suhbatlashganimizda aytayapti, bunchalik katta
xodim kelishiga yoki bunday katta ishlar boshlanishiga qolaversa mana shu ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i generalimiz kelganlaridan keyin yana o'zlarini bir qator takliflarni berib ketdilar. Bu o'z navbatida yana ham ishimizni kengayishiga bir sabab bo'ldi. Rahmat Abbos, sizlarga kuch-quvvat tilaymiz va o'ylaymanki, bu ishlar yakuniga yetgandan keyin juda ham bir chiroyli obod xonadonni biz yana guvohi bo'lamiz, yana ko'rishamiz. Aytganingiz kelsin. Rahmat Baxtiyor aka. Sog' bo'ling.